Bitta narsani ta'lib etishim mumkin. O'choqda osh damlamaganman, 2 kilosini. Bilmaganimni bilmadim deb aytaman, to'g'rimi? Yordamchi va shogirdlar 15 ta bo'lib toqqa dam olishga chiqqanimizda 2 kilo osh man qilaman dedim, duxi vagon qilib. Va oshimni boshladim, qozonni yaxshilab qizdirib, go'sht, piyoz, zirvelarini hammasini solib, shunaqa chiroyli qilib qaynatib qo'ydim. Faqat bitta narsasiga tushunmas edim. O'tinini, balandpasini qilishni tushunmas edim, chunki o'tin yoqib yurgan ayol emasman. Muammosi yo'q buni ham. Yordamchi shogirdlar o'tinni yaxshi tushunishar ekan, yaxshilab qarab berishdi balandpastligini, lekin orada olovim sal baland bo'lib ketib, gurchlarim sal kuydida. O'choqda osh qilish retseptini yozmayman, lekin Telegram kanalimizda, HD kanalimizda bizda 1 kilo oshga ketadigan masalliqni o'tida yozib qo'yganman. Kimdir uni zakazga ham qilyapti. Umumiy olganda ozgina minuslarini his qilmaganda to'y oshiga o'xshab chiqdi. Juda ham chiroyli chiqdi, ranglari ham, go'shtlari ham, o'zi ham, mazasi ham. Bu video bilan qilgan oshimni maqtamoqchimanmi? Yo'q. Nima demoqchiman? Butun umr men shu ishni qilmaganman degandan ko'ra bir marta qilib ko'rib tajriba orttirishni xohladim. Bilaman oranglarda menga o'xshaganlar juda ham ko'p, necha yillab men shu ishni qilmaganman, men tort videolarini ko'rganman, men tort qilishni bilaman, men shirinlik qilishni bilaman deyishingiz mumkin, lekin biror marta qo'lingizga mikser olib biskit qilib ko'rmagandirsiz, qaymoq olib kelib krem qilib ko'rmagandirsiz. Tajriba qilishdan, ko'rishdan qo'rqmang demoqchiman. Agar sizga ishonchli retseptlar kerak bo'lsa, profilimizda 150 dan oshiq zakazga ishlaydigan va uy sharoitida bittada o'xshab chiqadigan retseptlarimiz mavjud. Podpisatsiya bo'lishni unutmang.